Shayton bitta sajda qilmadi. Bitta sajda qilishlik uchun kibr qildi. La'in bo'ldi, do'zaxiy bo'ldi, la'nat ostiga qolib ketdi. Bugun biz nechta sajda qilmayapmiz bugun? Namozlar vaqtida nechta sajda qilmayapmiz bugun? Bugun gap orasida, so'z orasida o'zimizni kimligimizni bildirib qo'yyapmiz. Birodar, aslida men, siz, bizdan kattasi, bizdan kichigi ham insonda. Allohning bir quli. Uni ham qo'liga bir og'riq kelsa, uni ham joni og'riydi, bizniki ham, bizdan kattani va bizdan kichikni ham. Bizdan katta va kichikni bugungi kunlarda janozalariga ergashib turibmiz-ku mana. Ularni ham borayotgan joyi mana shu qabr ikkiga bir joy, o'shalarni ham tuproqqa qo'yapmiz. Ularning ham qabrlari bu qasr emas, tagida istiqbol qilinmagan yoki bir bugungi kundagi zamonaviy ta'mirlash ishlari olib borilmagan, ularni ham borib tuproqqa qo'yapmiz bugun. İnsonmiz, vazifamizni bajaraylik bugun. Ibodatimizni, ilmimizni, taqvoyimizni, Allohga bo'lgan ishonch va muhabbatimizni izhor qilgan holatda yashaylik, birodar. Chunki bandaga mumkin emas, men kim u, sen kim deyishlik. Aslida hamma bir. Alloh taologa bugungi kunda ertaga ro'za kelayotgan vaqtda ro'za olmaslik, bu hurmatsizlik, birodar, odobsizlik bu. Bandani Alloh taolo buyurgan buyruqni suiiste'mol qilib bajarmasligi bu odobsizlik. Aslida buni tagida nima yotadi? Itingiz sizga qarab vovullay boshlasa, bilingki kimdir unga ovqat beryapti.